Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Suv resurslaridan oqilona va qonuniy foydalanish bugungi kunning muhim talablaridan biri. Afsuski, ayrim holatlarda suv tarmoqlariga noqonuniy ulanish va xizmatlardan foydalanish qoidalarini buzish holatlari uchramoqda. Surxondaryo viloyatida ana shunday huquqbuzarliklarni aniqlash va ularning oldini olish maqsadida nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Hozir shu haqida. Suv hayot manbai, farovon turmushning eng muhim ne'matlaridan biri. Aholini sifatli ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida davlatimiz tomonidan katta mablag' va mehnat sarflanmoqda. Ammo shunga qaramasdan ichimlik suv tarmoqlariga noqonuniy ulanishlar kuzatilyapti. Bu nafaqat tizimga, balki halol foydalanuvchilar manfaatiga ham putur yetkazadi. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida Surxondaryo hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamda Denov tuman suv ta'minoti bo'limi hamkorligida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Nazorat davomida tumandagi Totuvlik va Xo'jaxalqi mahallalaridagi xonadonlar ko'zdan kechirildi. Afsuski, ayrim xonadonlarda ichimlik suvi hamda oqova suv tarmoqlariga noqonuniy ulanish va iste'molchilar tomonidan xizmatlardan foydalanish qoidalariga rioya etmaslik holatlari aniqlandi. Denov tumani, Totuvlik mahallasi hamda Xo'jaxalqi mahallalarida ikkita xonadon ichimlik suv tarmog'iga noqonuniy ravishda ulanib, foydalanib kelayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan suv ta'minoti Denov tuman bo'limiga keltirilgan zarar qayta hisob-kitob qilinib, iste'molchilarga taqdim etildi. Mas'ulning ta'kidlashicha, joriy yilning o'tgan davra mobaynida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanishda 159 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Shundan 143 tasi ichimlik suv tarmoqlariga, 7 tasi oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish hamda shu 9 ta holatda suv hisoblagich tamg'alari uzilganligi aniqlandi va ta'minotchi korxona tomonidan 1 milliard 265 million so'mlik qo'shimcha to'lovlar hisoblandi. Shuningdek, o'tkazilgan o'rganishlarda ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga noqonuniy ulanish bo'yicha aniqlangan umumiy summasi 839,2 million so'mlik 10 ta holat bo'yicha hujjatlar huquqiy baho berilishi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Har bir tomchi suvning qadri oshib borayotgan bugungi kunda undan oqilona va qonun asosida foydalanish lozim. Zero suv umummilliy boylik va uni asrash barchamizning mas'uliyatimizdir. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.